Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Sud tizimida qachongacha siz ishongan odamlar oddiy xalqni qiynaydi. Biz faqatgina pulimiz bo'lsagina o'z muammolarimizni hal qila olamiz. Jinoyat kodeksining 229-5 moddasi chastorda faqatgina qamoq bo'lsa-da, zarar 513 million bo'lishiga qaramasdan asossiz nega 57-moddani qo'llab apellyatsiyada ijab bor, viloyatda ham aydimi, boshqa narsa qiladimi, mening boshqa gapim yo'q deb aytdi. Prezident selektoriga kirganda ular qulog'iga paxta tiqib kirgan. Nega adolat bilan ish ko'rilmayapti? Ular shunda hammasi bilimsizmi? Nega faqatgina Namangan viloyati, Namangan shahrida aynan shunday holatlar yuz beryapti? Boshqa tumanlarda bunday emasmi? Yoki ular zakazga ish qilishadimi? Mutasaddilar qachongacha bu narsaga ko'z yumasizlar? Qachongacha davom etadi bu holat? Hurmatli prezidentimiz, bu holatlarga to'g'ri munosabat bildirishingizni so'ragan bo'lardim. Viloyat sudida, ayniqsa shu jinoyat sudida juda katta tubanliklar borligini, faqat o'z manfaatlarini ko'zlab qonunlarga yangilik kirgizib, o'zlari chiqargan qonun asosida ish ko'rishliklarini guvoh bo'ldi. Bu holatlar haddan tashqari ko'pchilikni boshiga tushganligi, ko'pchilik norozi ekanligi, ko'rilayotgan jinoiy ishlarni istaganday tahlil qila olishliklarini va o'zlarini hukmlarini qonundan ustuvor deb hisoblab, o'z hukmlariga tayangan holatda ish olib borishlarini ko'z bilan ko'rishlik imkoniyati bor, eshitishlik imkoniyati bor. Bu yerda bo'layotgan ishlarni, bu yerda qilinayotgan amallarni xunukligi, korrupsiya holatini borligini oldindan har qanday odam sezishligi, bu qonunlarni bajarilmasligi yoki bo'lmasa o'zlari maqsadlarida har qanday qonunga tupurgan holatda o'zlarini istaklarini bayon qilib hukm yurgizishlarini men oldinda aytib o'tdim. O'ylaymanki, bu meni gapirayotgan gaplarim kimlargadir og'ir bo'tar, kimlargadir ma'quldir. Ammo har bir qilinganga albatta javob berishlik borligini, faqat bu dunyoda emas, oxiratda ham javob berishlikni agar bilganlarida edi, insonlar yomon amallarni qilgan bo'lishardi. Shuning uchun ularni ustidan bir tadbir o'tkazib, ularni layoqatsiz yoki layoqatliligini ko'rgan holatda ularga tayinli jazolar ko'rilishini istagan bo'lardim. Bu qolganlar uchun ibrat bo'lgan bo'lardi.